Xo'p, assalomu alaykum. Bugun bizga yangi formada kiyimlarimiz kelgan. Magazinimizga mijozlarimiz kelyapti, ketyapti. Super aksiyalar ketyapti buyoqda. Kiyimlarimiz juda ham chiroyli holatda turibdi. Boshsafkalar, kasinkalar. Shunaqa narsalar keyin. Ukalarimiz magazinga xarid qilgan ketdi. Ukam oyoq kiyimlarga yarashibdi lekin. O'zingga yoqdimi? Ha, kiyimlar bo'lyapti. Молодец. Men ham oldim o'sha kapshonkalarni. Guruhlar ham bor. Valentina. Молодцы. Va men o'zim ham kiyinib oldim. Patsvet qildim, oyoq kiyimlarimni. Oversize variantlarim bor. Kojingni. Shunaqa. Mana oversize variantlarim bor. Ko'pgina narsalar. Guruhlarim, oyoq kiyimlarim. Kelaverasiz. Ertaga yangi qishki kurtkalarimiz va kapshonka, shapka, shunaqa narsalar keladi. Sketkalar boshlangan. Yo'daman, sketkalarimiz ketyapti. Aksiya 51%. Bundan bitta olasiz, bittasi tekin. 99 mingga. 160 mingga 99 mingga chiqarib berilgan. Hamma kelgan mehmonlarimiz mana so'rayapti, nimaga buncha arzonlab tushib qolgan bu? Chunki magazin nima? Odamlarga yana ham qulayroq bo'lish uchun aksiya ketyapti, to'g'rimi ukam? Albatta. Молодцы. Bo'pti, hammaga rahmat. Sog' bo'ling, charchamang.